Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Assalamu alaikum hürmetli qarindaşlar. Men aldığım iki dersimde, Ailem Cennetim degan bir yurish dersining aldığım iki dersde bir yigit özünün kelgüsü hemrahini qandaq tanlash kerak degan dersimde bu tanlamoqchi bo'lgan qizda 10 sifatning tepilishi muhim dedik. Ana ba'zi yigitlarimiz deyish mumkin. Bundaq 10 sifat tepilgan, 10 şart tepilgan qiz bizga nima ekan deyish mumkin. Qarindishim, oldi bilan siz Alloh subhanahu va taoladan yordam talab qilib, ondan qattiq tirishib izdisingiz, chuqum bu qizlar chiqadi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Laysa lil insani illa ma sa'a" dedi. İnson tirishgan narsani erishidi, tirishgan narsani topalaydi, tirishgan narsaga qo'lga keltira oladi dedi. Yani kelib biz bu 10 sifat to'liq tepilmay qolsimi, shu 10 sifatning biri ikkisi yerimiyati bo'lib qolsimi, yoki dedik har bir sifatga 10 numar bersak, 100 numar 90 bo'lib qolsa mayli, 80 bo'lib qolsa mayli, 75 bo'lib qolsa mayli, 70 bo'lib qolsa mayli, 65, 60 bo'lib qolsa bo'ldi, uning tuvanga tushib ketmasa dedik hamda. Masalan, oldidagi musulmon bo'lish sifati bundan qat'iy voz kechgan bo'lmaydi. Başqa sifatlarda mesela pakizlik deymiz, itoatchan deymiz, az to'la bunda bo'lib qolsin, bo'ladi qarindoshlar. Lekin qattiq tirishib, o'zidan 10 shartni hozirlagan qizga erishish kerak. Mush yo'lda qanchalik tirishchilik ko'rsatsak, mush qilgan ishimiz Alloh rizoligi uchun bo'ldi. Bizga ajr, savob yozildi qarindoshlar. Ikkinchidan, bu islom ummatiga, Uyg'ur musulmonlarga qattiq bir cho'ng xizmatni taqdim qilgan bo'lamiz. Xo'sh, hamda o'g'illarningki o'ziga qiz tanlashi shunda muhim bo'lsa, qizlarning o'ziga yigitni loyiqida o'lchamlik tanlashi texmi muhim, texim xatarlik. Chunki o'g'illarningki bir qatim to'y qilib qo'ygan o'g'illarning bir qatim to'y qilib qo'ygan qizlardan to'y qilish fursati ko'p qarindoshlar. Qiz bir qatim to'y qilib qo'ygandan keyin yana bir qatim to'y qilish fursati o'g'illardek bo'lmaydi. Qiz degan go'har, qiz degan anguştar, qiz degan üzülmegen gül. Şunun için qizlarimiz o'g'il tanlashda qattiq diqqat qilish kerak. Men singlimga deyman. Palonning ayoli, pustanning ayoli deb ismingiz ismi bilan qo'shilib chaqirilgan yigitni qanday tanlaysiz? Kelgusda yurak parangiz, avlodlaringizning dadis bulduğan bu yigit kim? Pijg'irim issiqda sizga soya bo'ladigan, qahardan zimiston sovuqda illiqlik bilan sizni qo'yniga oladigan, sizga mehribonlik, kuyimchanlikni yetkazadigan yigit o'zida qanday shartlarni hozirlash kerak? Allah yolunda qo'lni qo'lga tutib, sizni jannatga boshlaydigan, sizni Allohning toatiga boshlaydigan, hamdamda bo'ladigan bu yigit qandoq bo'lish kerak? Buni qizlarimiz bilish kerak. Endi ota-onalar, akilami o'zining yaxshi qizlari, yaxshi singillari bo'lsa, mush yaxshi singil, yaxshi qizni yaxshi yigitlar uchrab qolsa, mening singlim bor deb bersak, to'y qilib qo'ysak bo'ladi qarindoshlar. Bu bir ayib emas. Sizlar biz Shuayb alayhisalomdanmi afzal kishilar emas. Shuayb alayhisalom, Musa alayhisalom payg'ambar bo'lishdan ilgari Musa alayhisalom bilan uchrashgan vaqtda Musa alayhisalomning nihoyat qovul, nihoyat sog'lom, nihoyat axloqliq, rus, diyonatlik bir yigit ekanligini ko'rib nima dedi? Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatay hatayn. Men sana ash ish qizimdan birini beray deyman, nikohlab qo'yay deyman deb
Şuayb aleyhisselam Musa aleyhisselam o'zining qizini birdonlikni tashabbuskorlik bilan o'tirib qo'yib dedi qarindoshlarimiz. Yaxshi yigitlar, taqvo, solih, shart tepildigan, biz o'ylagan yigitlar bo'lib qolsa, yaxshi qizlarimizdan shularga chetib qo'yishga biz tashabbuskorlik rol o'ynasak bo'ladi. Sizlar biz Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhudan afzal emas. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu qizi Hafsaning iddati to'shqandan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhuga qizim shundoq to'liq qoldi, sen bir uylangan bormi debdi. Umar Abu Bakr radhiyallohu anhu gap qilmay yo'qolib ketdi. Şunun bilan Osman radhiyallohu anhuninki qishig'i berib, shundoq mening qizim to'li uyda o'tirib qoldi, sen bir uylangan bormi debdi. Men bir o'ylish baqay deb bir necha kundan keyin men o'ylab baqsam hozircha o'ylanmay tursam bo'g'dak deb javob berdi. Umar radhiyallohu deydi. Endi Osmondan xafa bo'ldim, lekin Abu Bakrdan bakroq xafa bo'lib qoldim. Ko'nglim bir xil bo'lib qoldi. Chunki Osmon ishonmasa bir narsa javob berdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu javob bermadi deb shunda bir hafta o'tmay Hafsa radhiyallohu anhuni Rasululloh o'z amriga oldi. Olgandan keyin Abu Bakr Umar radhiyallohu bilan uchrashgan vaqtida, "Hey Umar, sen mana qizing to'g'riliq men gap qilgan vaqtda men jim turib olsam, aqchamdan xafa bo'lding-ku deyman. Mening jim turib olishim, men Rasulullohninki sening qizingni og'usi baliqini bilatdim. Men Rasulullohning bu ish aniq bo'lmagan, ham bu Rasulullohning sirini oshkorlashni xohlamadim deb Umar radhiyallohu anhuga tushuntirish bergan. Demak, Umar radhiyallohu anhu o'zining qizini Abu Bakr Umardek isil kishilarga bir ish uchun oldiga borgan qarindoshlar. Shuning uchun biz ota-onalar mana bu ishni qilsak bo'ladi. Endi qiz tegmoqchi bo'lgan yigitni tanlashda qaysi shartlar lazım bo'lish kerak degan bu shartlarni bayon qilishdan burun men shu to'y qilib bo'lgan onalarga bunda 3 xil nasihatim bor. Agar mumkin bu darsni anlab, balkim shayton vasvasa solib, bizning ahlarimiz nimandaq bu sifatlar tepilmaydiganda, biz qanday ag deb qoldimiz deb bunda desanglar bo'lmaydi. Agar ahlaringizda siz o'ylagandek sifatlar tepilmay qolsa, birinchisi shu ahlaringizga namozda qattiq duo qilinglar. Allohga sinib duo qilsanglar, insonning qalbi Allohning ilkida shundalik o'ng'ishli qarindoshlar. Ikkinchisi, hozirgi ba yo'ldoshinglar silninki nisibanglar. Silning qismatinglar. Buningga rozi bo'linglar. Ba'zi kitoblarda shunday deyildi, agar bir insonga Lavhil Mahfuzni ko'stib, o'qa Lavhil Mahfuzni deb o'qisa, ya'ni insonlarning butun taqdiri yozilgan Lavhil Mahfuzni o'qisa, uni o'qib boqib, "Ya Allah, mening hozirgi holatim eng yaxshi holatkan" degan bo'ladi deydi. Ya'ni demak, hozirgi yo'ldishingizda mening mash yo'ldishim eng hozirgi menga nisbatan eng esil yo'l erimkan deb mushuna degan bo'ladi deydi. Shuning uchun Allah subhanahu wa ta'ala bergan bu qismatdan rozi bo'laylik. Üçüncüsü, ayollarimiz her bir ailege çokum bir başçı buluş gerek. Bir şirketning müdiri bo'lgandek, bir devletning reis bo'lgandek, bir ailede çokum bir başlık buludu. Bu çokum Şunun için ayollarimiz itaat qilish gerek. Konular şundaq deydi. Sen iringe didek ol, irin sen üçün kul buludu deydi. Demek birincisi dua qilayli, ikkinchisi itoat qilayli, uchinchisi Allohning bu bo'lgan nasibisidan, hozirgi erimizdan rozi bo'layli. Bir qiz uchun loyiq tanlashda bu loyiqdimi bir necha shart tepilish kerak. Qizda tepilgan shartlardan shu shartlar tepilish kerak. Yigitda tepilishga tegishli bo'lgan birinchi shart bo'lsa, musulmon bo'lish kerak. Musulmon qizlarning u yigit qandoq yigit bo'lishdan qat'iy nazar, qancha boy bo'lsin, qancha chiroyli, qamlashgan, qad-qomatli bo'lsin, qancha nasabi oilasi esil oilalar bo'lsin, qancha bilimli bo'lsin, musulmon bo'lmaydi ekan,
qizlarimiz hargizmi bundaq yigitlar bilan to'y qilmasligi kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo qizlarimizga nima dedi? "Va la tunkihul mushrikina hatta yu'minu va la 'abdun mu'minun khayrun min mushrik." Ey musulmon qizlari, sizlar mushrik, ya'ni dinsizlar bilan iman etmoqchilik qat'iy to'y qilmanglar deb 7 qavat osmon Arsh Allohning ustidan bu buyruq keldi. Shuning uchun qizlarimiz chuqum musulmon yigitlarga tegish kerak. Endi qanday yigitlarni musulmon deymiz? Eng aqallisi kalima shahodatni aytadigan, masjidga chiqib jamoat bilan 5 vaqt namoz o'qiydigan, iqtisodi bo'lsa zakot beradigan, Ramazon oylarida bir oy ro'za tutadigan, iqtisod imkoniyat yarbas haj qiladigan, mush aqallisi o'zida mana bu musulmondachilik shartlarini hozirlagan bir yigit bo'lish kerak. Chunki musulmon bo'lsa, bu yigit bu ayolning qadrini biladi. Bu ayolning o'zining ustidagi majburiyatlarini biladi, bu ayolning haqqini biladi. O'ylab baqila qarindoshlar. Men bir vaqalikni bilaman. Bir qiz bir yigit bilan to'y qildi. To'y qilib bu qizni qattiq zulm qildi bu yigit. Shundan dadisi chidamay o'ttirga bir odamni tushirdi. Mushni bir chiroyliqcha arib qo'ysana. Ya chiroyliqcha uy tutsin, ya chiroyliqcha qo'yib bersin, biz bir pun talab qilmaymiz, ajrashib ketsin. Ma qizim mandaq bir aning qulda mandaq xo'rlansa men chidimidim, yurikim para olib ketdi degankin, araq tushgan odam berib buning gap qilganini. Qarasa bu dindan jiroq. Dindan jiroq bir inson ekanda. Hey buni sen nima qilmoqchi? Uy tutqun bormisiz yo'q, uy tutqum yo'q. Unda o'z qo'yib bersa yo'q, men qo'yib bermayman. Nima ish qilsa o'ylab baqing, nima deydi? Men bu ayolni qo'yib bermay qiynab, maqsadim dadisini oldimga kelib tizlandirmoqchi. Ya'ni qiynatisini o'zining oldida tizlandirmoqchi ekan qarindoshlarimiz. Cho'qim erlarimiz, yigitlarimiz musulmon bo'lganda qizlarimiz anandan keyin tanlash kerak. Musulmon degan shundoq bir ayol o'tirsa datalash chiqib qolsa, qala Alloh mundaq degan, Rasululloh mundaq degan esa, u cho'qim jim turdi, shuning hukmiga rozi bo'ladi. Allohning hukmi, Rasulullohning hukmi eng odil hukmdir qarindoshlar. Shuning uchun islomni tanlash qizlarimizning bosh tortib olmaydigan majburiyati. O'ylab baqili. Mush Ummu Sulaym onamiz, ya'ni Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning Rasulullohga kichigidan tortib Rasulullohning xizmatini qilgan, hatto Ummu Sulaym degan onamiz ash o'g'ilni 10 yoshda ya Rasululloh bo'lsin, xizmatini qilsin deb Rasulullohga berib o'tgan bir balaning onasi. Ana bu Ummu Sulaym onamiz asiz qolgan bir vaqtda Abu Talha radhiyallohu anhu iymon etishdan burun Ummu Sulaymning onamizga elchi bo'lib keldi. Ummu Sulaym sizni Alloh degan keyin Ummu Sulaym onamiz turib ketib, Abu Talha sen asl odam, yaxshi odam, lekin men musulmon, sen kafir, ikkimiz to'y qilsak bo'lmaydi degan keyin, voy sen oltin kumush tillarga amroqdan qo'y, kumush tillarga kun bitayman takkin degan keyin, kumush tillarning lozim emas. Agar sen meni rasmiy alay desang, iman degan keyin men o'ylash baqay deb oxirsida Rasulullohning huzuriga kelib iman etdi, ikkisi to'y qildi. Shunda baxtlik turmush kechirdi. Talha radhiyallohu anhu islom uchun nihoyat zo'r xizmatlarni ko'rsatdi. Demak, mana bu onamizdek islom musulmondachiligini ching tutishimiz kerak. Shu Qur'oni Karimda wala abdun, bir qul, musulmon qul, imonsiz odam qandoq oliy darajalik, oliy nasablik, boy katta isi bo'lib kelsin, musulmon qul yaxshi deb Alloh subhanahu va taolo bizga shunday buyuryapti. Shuning uchun birinchi shart musulmon bo'lish kerak. Yigitlarda tepilish zarur bo'lgan ikkinchi shart bo'lsa, solih bo'lish kerak. Ya'ni tuz yo'lda mangadigan odam bo'lish kerak. Fosiq bo'lmasligi kerak. Ko'ch-ko'chlarda lag'aylab yuradigan, uya ayshratlardan
o'zini yig'magan odam bo'lmasligi kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastavud. Ya'ni mu'min bilan fasiq, mu'min fasiq o'xshamdi. Hargiz ikkisi o'xshash emas deydi. Har qanday musulmon solih bo'lmaydi. Nurg'un odamlar namoz, zakat berdi, namoz o'qiydi, ro'za tutdi, lekin fasiq. Ishratga berildi, u kuchda bu kuchda lag'aylab yuridi, insof, vijdon yo'q. Bu solih degan gap insoflik, vijdonlik, to'g'ri yo'lda borgan odam deganlik. Hamda bu fasiq tegib qolsangiz, fasiqni loyiq tanlab qolsak, bu bolalarımızın dadısı buludu. Bunda köpünç holatda bola dadısını doğraydı. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şuna hadis-i şerifinde deydi. Kullu mevlud yuladu alel fitra. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ اَوْ يُنَسِّرَانِ اَوْ يُمَجِّسَانِ. Her kandak bir bala deydi. Her kandak bala. İslam üstüge doğuludu. Ata-anası ya bunu Yahudi qilib tarbiylaydi, ya Nasrani yani Hristiyan qilib tarbiylaydi, ya Mecus ateşbas qilib tarbiylaydi dedi. Demek ata-onaning balaga bo'lgan ta'siri nihoyat muhim. Chunki bala cho'ng bo'lganda oldida ata-ona o'rnak qiladi. Shular nim qiz shuni qildi. Shuning uchun qiz yigitlarimiz bunga diqqat qilish kerak. Bir odam kelib Hasan al-Basri rahmatullohi alaydan işte kızımga bir neçe elçikade qaysiga bersem bula desa Allah'tan qo'rqadigan solih odamga ber. In ahabbaha akramaha deydi. Ve in abghadaha lam yuzlimha. Agar taqvo solih odamga bersang, bu yaxshi ko'rib qolsa qizingni noat izzat ikrom bilan ayol qiladi. Agar yaxshi ko'rmay qolib qolsa zulm qilmaydi o. Chunki salih adam degan vijdonli, insofli, to'g'ri, durust adam. Shuning uchun yaxshi ko'rmay qolib qolsa, yana insof bilan zulm qilmaydi degan. Umar radhiyallohu anhu shunday deydi: kimiki qizini fosiq odamga bersa, tuqqandochiligini uzvatdi deydi. Ya'ni qiz bilan tuqqandochiligini uzvatgan bilan o'xshash deydi. Shuning uchun qizlarimiz mushu to'y qilgan chaqda mushu durust bo'lmagan, to'g'ri yo'lda mangmaydigan, ko'chalarda lag'aylab yuradigan mandaq odamlarga tegmaslik kerak. Bu umrlik bir ish. Qiyomatlik bir ish. Allah subhanahu va taolo bizning mu'min, musulmon qizlarimizni mana bundan saqlasin. Yigitda tepilish zarur bo'lgan 3-shart bo'lsa, bu yigitning moddiy va ma'naviy jihatdan to'y qilish imkoniyati bo'lishi kerak. Moddiy jihatdan deganimizda oz to'la iqtisodiy, ya'ni ultug'dak uy, mayli ijara uy bo'lsin, mayli ota-onasi bergan uy bo'lsin, ultug'dak uy bo'lishi kerak. Ikkinchisi shu ayolningga ag'rib qolsa doktorxona bordak, qishligi bir yoz vaqti kiyim eppagidak, bir o'tirhal turmushda bir azpaz qo'sig'ini boqqadak bir turmushda bir kirim manbasi bo'lish kerak. Yer olamdi, tijorat olamdi, xizmat olamdi, bir yerda ishlamdi, mushundaq ayolni boqalig'idak bir holatda bo'lish kerak. Endi qizning ota-onasi yordam qilmaydi, u bolaning ota-onasi yordam qilsa mayli, qanday bo'lmasin, osh ayolni boqalish shart. Chunki erning majburiyati ayolni qo'sig'ini, kiyimini, uyini chuqum ash atrofidagi o'zining shu malidagi normal turmushga ega qilish erning majburiyati. Agar unda qilmasa, erning ayolni boshqarish huquqi bo'lmaydi. Şun Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte ya ma'şarash shabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ey yoshlar guruhi, sizlarning moddiy va ma'naviy jihatdan to'y qilish sharoitinglar hozir bo'lsa, chuqum kechiktirmay to'y qilinglar degan. Agar sharoitinglar hozir bo'lmasa, ro'za tutib sabr qilinglar degan. Rasulullohning qishiga Fatima bint Qays degan ayol sahabi maslahat so'rab keldi. Ya Rasululloh, meni Muaviya bilan Abu Jahim
to'y qila deb kelibdi. Qaysidan to'y qilay debdi Rasululloh. Muaviya bo'lsa bu yalang to'sh. Ya'ni sizni boqqida hali yo'q, undan to'y qilmang. Ma Abu Jahl bo'lsa quldan tayoq tushmaydigan odam, xotinni bak urdi, undan to'y qilmang, ma Usama bilan to'y qiling deb, ya'ni Rasululloh Muaviya bilan to'y qilishini to'sgan. Hamda ma'naviy jihatdan deganimiz mush ayollarningki, masalan, kasal bo'lmasligi kerak. Shu ayolga ziyon yetkazadigan kasaldan xoli bo'lish kerak. Mayli u yuqumliq kasal bo'lsin, mayli jinsiy erlik kasal bo'lsin, ayol uxsa rozi bo'lmaydigan yoki ayolningki ehtiyojidan chiqolmaydigan kasaldan xoli bo'lish kerak. Bu ma'naviy imkoniyatimiz shu. Shuning uchun qizlarimiz mush masalasi kelgan vaqtida mana mush shartni hozirlagan yigitlar bilan to'y qilish kerak. Chunki turmush, reallik o tatliq gap, hikoyaga o'xshamaydi. Bu shart tepilish kerak. Yigitda tepilish zarur bo'lgan 4-chi shart bo'lsa, shu yigitning oila kelib chiqishi. Endi bu yerda oilasining bir dindorligini, diyonatlik kishilar ekanligi muhim qarindoshlar. Oila tarkibi qandoq kishilar? Siz qandoq oilaga kelin bo'lib kirasiz? Siz balliq bo'lsangiz, mush muhit cho'ng bo'ladi. Endi bu siz tayyormoqchi bo'lgan yigitmi, shu muhitning, shu maktabningki o'quvchisi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo inna akramakum indallohi atqakum. Allohning dargohida eng obro'li kishilar taqvodor kishilar degan. Shu oilaningki, oil tarkibi, qandaroq odamlar sizning bir izzat hurmatingizni qilib, sizga bir dasturxon tashlaganda bir izzat hurmati bilan manda bir palani pustani degdak eg'ziq chiqidak bir 15 odam kelib, mandaq bir sizni dadingizdan so'ramdi. Ya bo'lmasa g'ibbidilam ya dadasining tayini yo'q, ya onasining tayini yo'q, ya tuqqanlarining tayini yo'q, chiroyli gaplar bilan g'ibbid aktiv g'ibbid to'y qilgan mandaq ahvol bo'lib qolsa, bizning dinimizda qizbak ulug', qizbak hurmatlik. Uni to'y qilgan chaqda cho'qim uning hurmati, izzati bo'lish kerak. U bulungda, bu bulungda, tamning oqisida 3 odam bilan to'y qildi ish, bu taz yaxshi emas qarindoshlar. Bu chaqda bu qizlarning hurmat bo'lmaydi. Bu qizlarga igi chiqmaydi agar bo'zi ketilsa. Mana bunda bo'lgan oila çok ishtik vayron bo'ldi. Nurg'un tajribalarimiz, ko'rgan bunu isbotladi. Nayto beriblam atalmış bir mollani qashib g'arib nikoh qilib qo'ysalar. Ya bir tuzuk dasqon ko'tarib kelmagan, bu qizni so'rab kelgan chaqda bir yo'g'on darvozasidan kirib so'ramagan, u yerda bulung tepib chiqib to'y qilgan. Demek aile kelib chiqishi, aile tarkibi bak muhim. Nima uchun muhim? Ailening inoq bo'lishi, mangu bo'lish uchun qarindoshlar. Chunki tayin yo'q to'y qilgandan keyin birdan ajrashib, ya'ni bir piyola choy ichgandan onda to'y qilib, bir piyola choy ichganda ajrashadigan gap. Dinimiz bu ailening to'y qilib ajrashishni dinimiz yaxshi ko'rmaydi. Shuning uchun aile tarkibi, ailesida bir tilga chiqadak erlar qanchalik, analari, inillari cho. Chunki bu oy kirgandiki siz tuqqan bo'lsiz, qarindosh bo'lasiz. Sizning ballalaringiz shularni cho'ngiladi. Ballar cho'ng bo'lsa, ular tag'is bo'ladi. Shuning uchun mash oila kelib chiqishi dinimizda muhim masalalardan biri qarindoshlar. Yigitda tepilish zarur bo'lgan 5-shart bo'lsa, chiroyli bo'lish. Güzel buluş. Hem de biz güzellik hakkında sözüldük, bu güzellik degen bir nispi iş hemde. Men güzel degende başkalar güzel demeydi. Başkalar güzel degende man güzel görünmeydi. Bu bir nispi iş. Lekin şu kız yigitni tanlaganda özce men xil qamlashgan chiroy jihatini bo'ladiganni tanladim degan odamni tanlash kerak. Mushundaq yigitni o'ziga erlikka tanlash kerak. Chunki insonda hammamiz bilamiz, insonning tabiiy xarakterida chiroyli narsani yaxshi ko'rish bor.
chiroyli uylarni, chiroyli kiyimlarni, chiroyli manzarlarni, chiroyli ko'rinishlarni va chiroyli odamlarni ko'rsa, har bir odam xursand bo'ladi. Bu inson tabiatida bor. Shuning uchun shariat buni e'tibor qilib, mana bu yigit qiz o'g'ilda bo'lish tegishli shartlardan birini qildi. Men dedim bu nisbiy ish. Bu chiroyli go'zallik nisbiy ish. Sabit ibn Qays radhiyallohu anhuning ayoli Rasulullohning qashiga keldi. Ya Rasululloh, men bu Sabitning dini to'g'riliq bir narsa demayman. Bu dindor odam, axloq to'g'riliq bir narsa, bu axloqli odam. Lekin men bunlar uy tutolmayman dedi. Rasululloh unda olsa to'yliq qolgan bog'ni qaytarib beramsizman, qaytarib beray. Ajrashib ketay dedi, ajrashtiryapti. O'lim olmishada shu ayol shu odamning chiroyini yaratmagan deganlar bor. Ya'ni chiroyini yaratmagan. Umar raziyallohu anhu oldiga bir qotil qizni keltirildi. Qarsa qiz 18 yosh. Bu kimni o'ltirgan? O'zining erini o'ltirgan. Eri 70-80 yosh. Shuna Umar raziyallohu buni qarab, xapolab, "Ayyuhan nas, ittaqulloh." Ey insonlar, Allohdan qo'rqinglar. Erlarmi o'ziga mos keladigan qizlar bilan to'y qilsin. Qizlarmi o'ziga mos keladigan qizlar bilan to'y qilsin. Ya'ni mayli yosh jihatdan, chiroy jihatdan, hamma jihatdan bir-biriga mos keladiganlarni to'y qilinglar degan. Chunki mishada qotillikninki mana ash mos kelmaydigan ikki er ayolning to'y qilishdan kelib chiqqanlikdan Umar raziyallohu shunda degan. Shu Umar raziyallohu nima deydi? Sizlar la tunkihu fatayatikum ala rajulin qabihul hay'a deydi. Nayt siz o'zingning qizlarini satqanlashmagan erlarga to'y qilib qo'ymanglar. Chunki qizlarmi erlar nimani yaxshi ko'rsa, qizlarmi shuni yaxshi ko'radi. Ya'ni yigitlar siz chiroqni yaxshi ko'ramsizlar, qizlar chiroqni yaxshi ko'radi degan. Shuning uchun dinimizda ayollarning erlarga, o'zining erisiga yasinishi savobliq va shariat buyurgan ish bo'lsa, erlarningmi ayollarga yasinishi buyurilgan ish. Chunki Ibn Abbas raziyallohu anhu davomli tushunchotkilab, og'zim purab qolmasin deb davomli yaxshi kiyimlarni kiyib, sallasini chiroq yo'gab, chochlarini chiroq talab ayollarni qishirgan. Nima ish bunda qilsa desa, biz nimani yaxshi ko'rsak, ayollar shuni yaxshi ko'radi deb. Shuning uchun qizlarimiz mush e'tiborni nazarda tutish kerak. Yigitda tepilish zarur bo'lgan yana bir shart bo'lsa, bu yigit ang saviyalik bo'lish kerak. Bir oilaning mas'uliyati ustiga tushadigan yigit aqli shu joyda, ro'yi holati normal, ish harakatlari o'rinliq bo'lish kerak. O'zininki ahvolini, o'zi yashayotgan sharoit, muhitning siyosiy, ijtimoiy ahvollarini tushungidek saviyaga bo'lish kerak. Turmush degan issiq sovuqdan xoli emas. Hayotlik yo'li o'ydong'urlikdan xoli emas. Endi salomat mushu issiq sovuq kunlardan, o'ydong'ur yo'llardan oilani salomat o'tkazish uchun chuqur saviya talab qildi. Yana kelib bu hayotlik degan ayollik hayot degan yeb ichish, uxlashdan iborat emas. Odamda bir ma'naviy turmush bo'lish kerak. Oilda chuqur bir g'oya, nishon bo'lish kerak. Bu nereden keldi desa, shu ayolning madaniyat safa saviyasidan keldigan gap. Endi bu safa madaniyat nereden keldi desa, ilm ma'rifatdan keldi. Biz bu kishilarningki safa madaniyatini, biz tegmoqchi bo'lgan yigitning safa madaniyatini bilmoqchi bo'lsak, ang saviyasini bilmoqchi bo'lsak, o'qiganmi, oilasi bir ilm ma'rifat oilasimi, bunun qarab bilamiz qarindoshlar. Agar safasiz, ongsiz, saviyasiz odam bilan to'y qilib qolsak, bu turmush bosh og'riqdan, nurg'un ko'ngilsizlikdan faqat xoli bo'lolmaydi. Hatto ba'zi ahvollarda men shunday bir voqelikni gazetda o'qib qoldim, Saudiyada bo'lgan ish. Bir yigit to'y qiladi. To'y qanchada buning og'illari chaqchaqilab, uni deb, mush ayolni zodi davomli gapimga unusun desang, to'y qilgan kundan qattiq bir 3 kishini selib atsan, shuning bilan Allohni aytib qattiq yaxshilab gapanglab bilan bo'lib ketadi desa, deganda bu yigit shu to'y qilib uy kiriblam, og'iz bundan bedamda qon ketkizib,
nurg'un bir vaqaliklar bo'g'aliqni kezdi anlagan. Bunda ahvollar bo'ladi. Ba'zi odamlar sen xotiningni ura olamsa, uramamsa deb urib turadigan, sen xotiningni uni qildira olamsa, buni qildira olamsa deydigan, mushundaq ahvol chaqchaq gaplarga ishinib, haqiqatan shuni qildigan odamlar chiqdi. Aqli shunda oddiy, mushundaq bir noiti galvang aqli shu joyda emas odamlar, demak sizga yaxshi bo'lanmaydi. Hamda siz buni qandoq bilish, buningki saviyasini qandoq bilmadingiz? Bu kishiningki tarjim holi nimish qilgan, bir ilm ma'rifat bilan shug'ullanganmi, oilasi tarbiya ko'rgan ayolmi, bu yigit ma'lum bir ustozlarni tutib tarbiya olganmi deb yoki mushu atrofimizda bo'layotgan ishlar, masalan hozirgi musulmonlarning boshiga kelgan ishlar, hozir musulmonlar qanday qilish kerak, hozir mana iqtisodiy krizis qanday qilish kerak degan muayyan savol, muayyan bir tema haqida paranglish orqali safosini bilgil bo'ldi. Bir qatim tushunamsak, bir ikki qatim paranglashib, uch qatim paranglashib, muayyan bir temada paranglish jarayonida bu yigitning gap so'zlari, harakatlari, ahvollaridan bu yigitning saviyasini bilgil bo'ldi. Bu oila degan bir muassasa. Endi bu muassasani güllendirip, baxt, saadetlik bir muassasaga aylantirish, bu muassasadagi a'zolarni xo'shal xoram yosh tutish uchun bu yigitning cho'qim ma'lum darajada ong saviyasi bo'lishi kerak. Güzel axloq. Hamda bu güzel axloq dinimizning javhiri. Her bir musulmondagi bir zinat qarindoshlar. Biz güzel axloqsiz dinni tasavvur qilish mumkin emas. Dinimizda axloq hech qanday bir dinning hech bir qismidan ayrilanmaydi. Axloq tevhidden ayrılanmaydı. Ahlak namazdan ayrılanmaydı. Ahlak zakatdan ayrılanmaydı. Ahlak hacdan ayrılanmaydı. Ahlak dinimizde hiçbir narsada ayrılmaydı. Hatta şununla La ilahe illallah'ını samimiyetle diyen adam cennet girdi diyen. Mana samimilik ahlak kardeşler. Namaza kelsak inna salat tenha anil fahşai vel munkar. Namaz mahiyette namaz okuyan adam ne? Ahlak yetmeydiğin iş, hareket ve gap sözden tusudu dedi. Hem bir hadis-i şerif Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem innema etekabbulus salate men mahiyette şundak kişilerin namazını kabul kılman ki o kişiler Allah'ın uluğluğunu his kılgan, yetim yesirlarının beşini sılgan, başkalarına hakavrılık olmagan, olam yesirdi ala halk edip. Demek ahlak hiç bir narsini Ramazan'da roz doğruluk mu? وَمَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ زُورٍ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Eğer siz yalgancılıkını taşlamışsınız, Allah rozunuza ihtiyacı yok demek ki. Roz tutkan adam başkalarından uğraşmışsın. Roz tutkan adam avazını kötürüp yapmışsın. Hacı adam başkalarından ciddelleşmişsin. Set yakmışsın. Ahlaksız iş hareketlerini yapmışsın deyip dinimizde meyle soda kılan, yani naiti mulayimlik bilan bir narsa setib olgan, mulayimlik bilan bir narsa satgan, mulayimlik bilan qaz söylegan odam deb bütün ishlarimizda bu islom dinimiz axloq eng muhim. Shuning Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam aksar ma yudkhilun nasal janna al-xulqul hasan. Kishilarni eng jannatga kirishga eng ko'p sabab bo'lgan narsa axloq degan. Va amilun nas bi xulqin hasan. Kishilarga go'zal axloq bilan muomala qilinadi degan. Shuning uchun bu tanlagan yigitde ahlak bulmaydiken sizin hayatınız bu yigit bilen çokum muş dünyanın dozuğu ötkendek gidiyor. Ahlak bek mühim. Bunu sal qaramaslik gerek. Ahlakını nereden bilmez? Gap sözüden, iş hareketlerinden, siz bilen boğan muamelesinden, qaraşlardan, haya qilishlardan, ailesinden kilip çıkıştan, bu yigit bira ustozlarning, bira olimning qo'lda axloq tarbiyasi olganmi? Mushundan qarab tarab, buning axloqini bilamiz. Buningga qizlarimiz qat'iy sal qaramaslik kerak. Bo'lib bu nurg'un odamlar va ko'chaga chiqsa shunda axloqliq, uy kirsa boshqa bir odam. Shuning qizlarimiz o'tkir ko'zlari bilan inch kuzatish orqali bu masalani cho'qim shuning axloqiga xotirjam
Bo'lgandan keyin anandan keyin to'y qilishga qo'shilish kerak. Yigitlarmi qizlarning pokiz bo'lishini yaxshi ko'rgandek, qizlarimizmi o'zining yigitlarining pokiz bo'lishini yaxshi ko'radi. Uningki og'izdan sesiq puroq kelsa, paypoqlari burab tursa, qo'ltiqlari purab tursa, badandan terning puruq kelib tursa, bu bo'lmaydi qarindoshlar. Dinimizdagi pokizlikning o'rnini hammamiz bilamiz. Pokizlik imonning yerimi, pokizlik imonning jumlasi. Namoz o'qish uchun badan pok bo'lish kerak, namoz o'qiydigan o'rin pok bo'lish kerak. Hammamiz bilamiz, kiyim pok bo'lish kerak. Shuning uchun qizlarimiz mana to'y qilgan vaqtida shu yigitlar misvakni ishiltamni ishlatmamdi, tishini cho'tkamamdi, paypiqini yuvib kiyamdi, kiyimi ratlikmi, mushunga sapsalish kerak. Chunki bu oilada mush pokizlik bir odat qilib yetildirilmagan bo'lsa, buning odatini o'zgartirish tez. Shuning uchun qizlarimiz, musulmon qizlarimiz bunga diqqat qilish kerak. Shuni bir eskartib qo'yay, bo'libmi mush ig'izninki tozligi, qo'ltiq bu shaxsiy tozliqni yaxshi qilgan bo'lsa, demak bu pokiz. Buni qarablar bilgili bo'ladi. Hamda mush tamak chekadiganlar. Hammamiz bilamiz, tamak chekmaydigan odam uchun ishning o'ligidek buraydi. Shuning uchun musulmon qizlarimiz tamak chekadigan yigitlar bilan to'ylashmaslik kerak. Oldi bilan bu tamaka haram dinimizda. Ikkinchisi bu tamaka oilamizningki sog'lomligiga ig'ir ta'sir yetkazdi. Sizni zaharlaydi, bolalaringizni zaharlaydi. Ondan og'izdan ses puraydi. Men bir necha qatam mushaqda ayollarning shikoyat qilib kelgan. Erimizga deb bulanmadikmi, tamakani tashlagan bo'lsa, nima uchun buningda bu chekka odam uqmagan bilan chekmagan odam nisbatan uning iskirib kelsa bir azob. Ondan keyin buning ig'izdan chiqqan puroq odamni seskandirdi. Shuning qizlarimiz mush yigitlarning tozligiga qarash kerak va yigitlarimizmi o'zida mushu pokizlikdan ratlikni boradi xislatini yetildirish kerak. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam mush og'izning pokiz tutish uchun laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak. Ummatimga tasavvuf qilaman desam, men og'iz tozlashni farz qilib atgan, ya'ni namoz farz bo'lgandek farz qilib atgan bo'lardim deydi qarindoshlarimiz. Shuning uchun qizlarimizmi mush masalaga chaqda obdan diqqat qilish kerak. Bumi yigitda tepilish zarur bo'lgan shartlarning birisi. Bak yaqin tuqqan bo'lmaslik dedik. Buni biz oldingi darsimizda so'zildik. Buning ikki xil zeyni bor qarindoshlar. Birisi ijtimoiy jihatdan, birisi tibbiy jihatdan. Tibbiy jihatdan zeyni bu bak yaqinlar tuqqanlar to'y qilsa, bo'limi dadi jihatdan ati jihatdan bak yaqinlar to'y qilsa, bolalar har xil aytmoq tug'iladi. Buni Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda bayon qilgan. Sizlar bak yaqinlar to'y qilmanglar, bolalaringlar ojiz aytmoq tug'ilib qoldi. Umar roziyallohu anhu ig'taribu jiroqdan to'y qilgan bolalaringlar ojiz tug'ilmasin. Ya'ni bir xil irsiy kasallik boladan bolaga yo'tkildigan mandaq bir ahvol bor. Endi ijtimoiy jihatdan deganimiz biri tuqqan bilan shunda yaxshi o'tayotgan tuqqan bilan qudulassak, to'ylasak, agar qiz yigit kelishmay qolsanglar, tuqqanlarni ayirib etisizlar. İkincisi, biz amalbaş sırt bilan jiroqlar bilan to'y qilsak, tuqqandajlik doirasini kengirdi, tuqqanlarimiz avuydi. Bu nayte dinimizde yaxshi, shuning uchun to'y qilganda bak yaqin tuqqan bo'lmasi kerak. Lekin axloq yaxshi bo'lib, isla adam qilsak, to'y qilsa ham bo'ladi. Bu dinda cheklangan ish emas. Lekin Rasululloh bizni mushqa targ'ib qilgan. Mushu yaqin tuqqan bo'lib qolmaslikqa Rasululloh nasihat qilgan. Rasululloh nasihatini anglasak, texi yaxshi. 10-chi ish bo'lsa, mushu so'ygu masalasi qarindoshlar. Biz bu haqda oldingi darsimizda to'xtaldik. Allah subhanahu va taolo mush halal ayol bo'lsa, bu ayoldimi shu musulmon qizga loyiq suhbatlar tepilsa, yigitdimi musulmon yigitga loyiq suhbat tepilsa, bular halal ayol bo'lsa,
Allah subhanahu wa ta'alaning bu ikkisining o'ttirsida muhabbat paydo qilganligini Qur'oni Karim dedi. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Allah o ikkisining yana halol ayolning o'ttirsida bir xil muhabbat söygüni paydo qildi dedi. Bu yerda Allohning qildiganligi aniq. Söygü muhabbat halol nikohdan kim bo'ldi. Lekin to'y qilishdan burun qizlarimiz yigit bilan suhbatlashish jarayonida bir necha masalaga diqqat qilish kerak. Bu yigitning oilasida ayollar hurlanamdi yoki ayollar hurmatlanamdi. Och singlis bo'lsin, onasi bo'lsin. Bu yigitning onasi bilan och singillari bilan bo'lgan aloqasi qandoq? Bu yigit qizlardan muayyan bir pozitsiyada bo'lganmi? Masalan, suhbatlanishda onasi bilan bo'lgan muomala qandoq? Onangiz qandaroq ayol desa, onamni ko't-ko't davomli dadam bilan bir narsa eshitdi, dadamning ochig'ini keltirdi deb, yana onasini bir xil yaxshi ko'rmaydigan yigitlar bo'lib qolsa, demak masala bor. Och singillari bilan aloqasi yaxshi emas bo'lib qolsa, bunga ham diqqat qilish kerak. Bu xildagi erlar, bu xildagi yigitlar ayollarni xo'rlab qo'yish ehtimoli zo'r. Ondan keyin qizlar suhbatlashish jarayonida yigitlardan o'zining muhim planlari, sizning muhim planingiz nima, qanday qilmoqchi deb shunda so'rag'an vaqtida zodi bu yigitninki shu muhim ishlarining qatorida oila qurish, balliq bo'lish, baxtli oila qurish, ayollarni sayohatga olib borish yoki hajga olib borish, ayollarni o'qitish degandek shu yigitning muhim ishlari qatorida hayotida bir qiz ayol bormi, yo'qmi, bunga ham diqqat qilish kerak. Mana bunda bo'lgan vaqtida bunda yigitlardan chuqum inshaalloh halol nikoh bo'lsa, muhabbat chuqum keladi. Bo'libmi qizlarga deydigan eng oxirgi gapim, qizlar sizlar chuqum o'zinglar yaratgan, ota-onanglar rozi bo'lgan kishilar bilan to'y qilinglar. Chuqum oldi bilan sizlar yaratgan bo'linglar. Ikkinchisi ota-onanglarmi chuqum shuningdan shu yigitdan rozi bo'lsin. Chunki islomda vali degan gap bor. Endi bu sizlar to'y qilib ziyon uchirsanglar, bu ziyon sizlardan tugmaydi. Chuqum buning ziyoni ota-onanglarga tegadi. Shuning uchun chuqum ota-onanglarmi bu to'yga qo'shilish kerak. Ikkinchisi, men yigitda bo'lish tegishli shartlarni dedim, 10 shartni dedim. Eng muhimi dini bilan axloqini bakchang tutinglar. Qolganda qo'shimcha qatorida ko'rib, din bilan axloqi hammadan muhim. Chunki Rasululloh hadis sharifda man ja'akum iza ja'akum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu. Agar diniy jihatdan yaxshi bo'lsa, axloqi jihatdan yaxshi bo'lsa, chuqum to'y qilinglar, qizlarni beringlar deb Rasululloh buyurgan. Qizlarmi mash diniy jihatdan, axloqi jihatdan yaxshi bo'lsa, qolgan xislatlar jiq tepilmasa yoki uni numeri 5, 6 bo'lib qolsa-mi, bu ikki xislatni hammadan burun asosliq o'lcham qilinglar. Qolganlarni qo'shimcha o'lcham qilinglar. Uchinchisi, siz to'y qilgan chaqda chuqum sizlarni hurmatinglarni qilib, ota-onanglarni oldiga kelib, mushundaq so'raydigan odam bilan to'y qilinglar. Tamning oqisida u yerda ko'rishib olib, yo qechib ketib, bu shariatda nomussizlik hamdi. Bu musulmon odam qechib ketib to'y qilmaydi. Lekin ba'zi qizlarimiz u yerda bu yerda otasi o'qtirib, dadasi o'qtirmay, onasi o'qtirib, akasi o'qtirmay degandek mushundaq to'y qildilar. Buni qilmanglar. Chunki sizlar biz musulmonlar uchun ona, sizlar jannatning darvozasi. Sizlar bizning onamiz, jannat onlarning ostida. Sizlar bizning ayolimiz, sizlar bilan bizning dinimizning yerim turuqlangan. Sizlar bizning och singillarimiz. Yaxshi tarbiyalasak, sizlar sababli jannatga kiramiz. Sizlar agar sizni beqib cho'nqilicharida ulab ketsanglar, yana jannatga kiramiz. Shunda bir ulug' kishilar sizlar. Sizlar jamiyatning yerim bo'lsanglar, jamiyatning qolgan yerimini sizlar tuqqan. Shuning uchun sizlarning izzatinglarni, hurmatinglarni qilib, oilangizdan so'rab, to'g'ri kelib,
Rasul Qur'onning ki ölçümü Rasulullohning sunnati bilan izzat hurmatlarni qilib so'rab kelgan odam bilan to'y qilinglar. Alloh subhanahu va taolo hammalarini baxtli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.